bugungi kun tartibi juda muhim. Oziq-ovqat xavfsizligi dunyoda narx ham oshib boryapti, talab ham oshib boryapti. Shularda hammasini inobatga olib, bu sohaga katta e'tibor qaratmasak bo'lmaydi. Biz 2030-yilgacha eksport geografiyasini yana 100 ta davlatga ko'paytirib, eksport hajmini 10 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilganmiz. Yevropa ittifoqi mahsulotlarimizda pestitsid qoldig'i ko'pligi bo'yicha 25 ta ogohlantirish berdi. Shu bois bugun oziq-ovqat mahsuloti xavfsizligi sohasini chuqur isloh qilish va xalqaro talablarga to'liq mos yagona markazlashgan tizim yaratish bo'yicha alohida farmon imzoladim. Prezidentimizning intensiv bog'larni ko'paytirish, agrosanoatni rivojlantirish bo'yicha nutq qildilar. Bahordan kuzgacha yetishtirilgan mahsulotni 1 so'mga sotmaydi, uni 2 so'm yoki 1,5 so'mga sotadi. Dehqon to'g'ridan-to'g'ri eksport qilish huquqiga ega. Intensiv bog'larni ko'paytirgan odam buni hisob-kitoblik, aniq fakt, nima ekadi, qayerga sotadi, qachon pishadi degan narsa aniq. Har bir qilgan ishimizga prezidentimizga rahmat, shunga hammasiga subsidiya oldik. 573 ming gektar bog' va tog'zorlar mavjud. Bular yiliga 1 milliard dollar eksportni ta'minlayapti. 882 ming aholini daromadli qilyapti. Bu birinchi qadamlarimiz. Mana qancha resursimiz bor. Lekin intensiv bog' va tog'zorlar 86 ming gektar xolos. Oziq-ovqat mahsulotlari eksportini 10 milliard dollarga olib chiqish uchun super intensiv bog'larni ko'paytirish kerak. Umuman eski va yaroqsiz bog'lar bilan ishlash bo'yicha yangi tizim qilamiz. Takror aytishdan charchamayman. Ilm va izlanish bo'lmagan sohada rivojlanish ham, yuksalish ham, taraqqiyot ham bo'lmaydi. Bugun agrar sohada 22 ta ilmiy markaz, 260 ta laboratoriya, ularda juda katta salohiyatga ega yuzlab olim va ilmiy xodimlar faoliyat yurityapti. Bu salohiyatdan to'liq foydalanish uchun ilm-fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlaydigan qishloq xo'jaligi fanlar akademiyasini tashkil qiladi. Buyuk bobomiz Amir Temur aytganlaridek, dehqonlar yerdan samarali foydalansa, mamlakat tinch va farovon bo'ladi degan gaplarda chuqur ma'no bor. Nima bizni mana shu kunga yetkazdi? Birgalikda izlanishlarimiz, birgalikda mehnatimiz, mashaqqatli mehnatimiz. Sizlar juda katta kuch, qudratlar va yaratuvchanlik hissiyoti bor buyuk O'zbekistonda qahramonlarisizlar. Kechirasiz, gazimiz bor, tillamiz bor, uranimiz bor, paxtamiz bor. Meva sabzavotimiz bor, zahmatkash, mehnatkash xalqimiz bor. Biz nima konvertatsiya qilmay, yana 50 yil kutamiz. Hozir aytayapti katta davlatlar. O'zbekiston sank tun tomon deyapti. Bo'ldi endi, neytral bo'lib yurishing bo'ldi, yo u tomonga o'tgin, yo bu tomonga o'tgin. Qattiq aytib, vakillari ham kelib, o'zlari ham shunga da'vat qilyapti. Bizga kerak O'rta Osiyoda O'zbekiston 36 million bo'ldi. 3-4 yilda 1 million bo'ladi. Katta davlat bo'ladi. Kim tomonsan deyapti. Qanday og'ir savolga qanday javob berish kerak? Savol javob bitta. Bir tomonman. Millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimning manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.